Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. TikTok şirketining bosh ijroiya amaldori kishilik huquq dafsanchiligiga oid so'ralgan savollardan o'zini qochirgan. Xitoyga qarshi tanlangan komitet payshanba kuni isbot anglash yig'ini chaqirdi. Jo Bayden Ramazon oyini tabriklab, Amerika dunyodagi davomli ziyonkashlikka uchrayotgan musulmonlarning yanida turdi degan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatga sunamiz. TikTok şirketining bosh ijroiya amaldori Xue Ziqi uspisining ana şirketining yoki partiya amaldorlarining buyrug'ini olmaydiganligini aytgandan keyin Uyg'urlarning kishilik huquq dafsanchiligiga oid so'ralgan savollardan o'zini qochirgan. Energiya va savdo komitetining payshanba kunidagi TikTokning bexatarlik masalasi to'g'risidagi isbot anglash yig'inida Avam palata a'zosi Dippi Lisko Xitoy hukumatining Uyg'urlarga ziyonkashlik qilganligiga qo'shilamsiz deb so'raganda, agar bizning detalimizni ishlatib, uni ochsangiz, abonentlarimizning har xil mazmunlarni yo'llaganligini ko'rsiz. Kishilik huquq dafsanchiligining barliq xotiralarini anglash cho'nqur munosabatlik bo'lsa-mu, ammo mening qiladigan ishim supimizning nima ishlarni qilayotganligini tushuntirish degan. Kishilik huquq dafsanchiligiga aloqador savol 3-chi qatim so'ralganda jiddiylashib, abonentlarning masalalar to'g'risida o'zlarining tushunchalarini erkin bayon qilishiga ruxsat qilganligini aytgan. Angliya, Hindiston, Yangi Zelandiya, Kanada qatorliq davlatlarning bexatarlik andishisi sababidan TikTokni hukumat uskunalaridan cheklashni talab qilganligi, bu davlatlarning xato qilganligimi deb so'raganda, masalani hal qilish uchun muzokaraga muhtoj ekanligini aytgan. Amerikadagi TikTokning ommaviy siyosat mas'uli Michael Wickerman 12-oyda ziyoratni qabul qilganda, Xitoyning Uyg'ur aholilariga tutgan muomalasiga bu men diqqat qiladigan ish emas deb javob berib, TikTokning hech qanday hukumatga vakolatan mazmunni tekshirmaydiganligini, o'zining Xitoyda yuz berayotgan ishlarning mutaxassisi emasligini va uningga o'zining diqqat qilmaydiganligini aytgan. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi TikTok shirkatining bosh ijroiya amaldori Xitoy xo'jayinlarini mamnun qilish uchun dunyo e'tirof qilgan haqiqatni qabul qilmadi. Amerika hukumati Xitoyning josuslik yumshoq detali TikTokni bechatlab taqib etish kerak dedi. AP xabar torining 24-mart kunidagi xabariga qaraganda, Xitoyga qarshi tanlangan komitet payshanba kuni isbot anglash yig'ini chaqirgan bo'lib, lager shohidlari Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqining lagerlarda beshiga kelgan kulfatlarini anglatgan. Avam palata a'zosi Mayik Gallagher tanlangan komitetning qurilish maqsadining balduroq Uyg'urlarning qiyinchiligiga markazlashish, Xitoyning maitini echib tashlash ekanligini aytgan. Washingtondagi Kommunizm xotiri fondi jamiyatining atalmish Shinjang lagerlari tadqiqotchisi Adrian Zenes 1 milliondan 2 milliongacha Uyg'urlar Xitoyning jazo lagerlariga qamaldi. Xitoyning maxfiy tutadiganligini nazarga olganda, bu sonni kesib aytmoq tez. Xi Jinpingning maxfiy so'zlariga qaraganda, atalmish Shinjangdagi etnik qarshilikni bostirish Xitoyning 21-asrdagi bosh nishoniga yetish uchun bek muhim degan. Guachi mutaxassislar majburiy emgak qonun loyihasini yo'lga qo'yish, majburiy emgakni ishlatgan shirkatlarni jazolashdek Amerikaning Xitoyga qarshi harakatlarini maqtagan. Amerika cho'ng qirg'inchilik xotiri muzeyiga qarashli Simon Sikchot irqiy qirg'inchilikning oldini olish markazining mudiri Naomi Kikoler Amerikaning ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib, atalmish Shinjongdagi suiiste'molni to'xtatish uchun Xitoyga taqobil turishini talab qilib, faqat Amerikalar bu jinoyatlarning oldini ola olmaydi. Boshqa hukumatlar Uyg'ur fuqarolar jamiyati va xususiy tarmoqlar bilan hamkorlashib, Uyg'ur jamiyatini qo'g'dash uchun tez moslashgan dunyoviy strategiyani taraqqiy qildirishimiz kerak. Hozirgacha bunday strategiya mavjud bo'lib boqmadi degan. Yig'inda yana Xi Jinpingning Rossiyani ziyorat qilgandan keyingi nacharlashgan Amerika-Xitoy munosabati, Amerika va ittifoqdoshlariga qarata amaliy ittifoq ta'kidlandi. Avam palata a'zosi Raja Krishnamurti Uyg'urlarni qo'g'dash uchun texnik ko'p ishlarni qilish kerakligini, yangi komitetning yo'l boshlashga yordam bera oladiganligini aytib, Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur va boshqa diniy guruhlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi rost. Bugunga qadar davomlashib qolmay yana kengayotdi. Mashhur so'z aslo qaytalanmasının amaliylashishi uchun bu vahshiyliklarga yuzlashishda kech qolmaslik lozim. Xitoy Kompartiyasi rahbarlari bugun kechda bizni anglayotdi. Ularning irqiy qirg'inchiligi cho'qim oxirlashishi kerak dedi. Al Jazeera xabar kanalining 23-mart kunidagi xabariga qaraganda, Amerika prezidenti Jo Bayden payshanba kuni dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarning Ramazon oyini tabriklab qilgan so'zida
Xitayning zulmü astida ezilayotgan Uyg'ur musulmonlari bilan birga ekanligini aytib, Amerika ittifoqdoshlari bilan birlikda Uyg'ur musulmonlarini, Rohingya musulmonlarini o'z ichiga olgan dunyodagi davomli zulmga uchrayotgan musulmonlarning yanida o'rin oladi. Bu qutluq vaqtda qiyinchilikda qolgan va yer tevrash ofati, sel ofatida vayron bo'lgan musulmonlarga yordam qiladi degan. Namsiz Abduri Servi Vatan el yurt biraqida taram yaşni töküp koyduk. Yürekке patmagaç dertler çekidin hem söküp koyduk. Töker suni puçuk evrik kabi mol mol terep balla. Köngüllerden köngüllerge elem dert mung töküp koyduk. Kucağı keng eziz yurtның begida yayrımay dostlar. G'erib başlarını yat elge, tevekkülge jörüp koyduk. Günlerden pütüp aylar, aylardan pütüp yıllar. Kişinin yurtida şunda kalendarni örüp koyduk. Ravan sayraydı yat tılda, ana tılda kekeç balla. Kulaklardan ketip rahat, kapaklarni süzüp koyduk. Sapanğa koş öküz okşaş, erip çarçap keche gündüz. Manglaydın töküp terni, yanglarni türüp koyduk. Urug tuqqan piraqida, yürekler ot kavap biz. Sabır dep hay berip gözge, çıdam birle külüp koyduk. Anang mazlum kitip qaldı, atangның yanıga kömdük. Degen meş'um xabarlarga qasamnoma tuzib koyduk. Cinazangni ana kimler mazarlıqqa ilip mangdi. Degen oyda tola yığlap, yüreklerni bösüp koyduk. Quyuntaz bastımı yurtni, yutup ahli qerindaşni. Qızıl qanni siyah eylep, arizname bütüp koyduk. Telpekni ilip baştın, gedenni taza qaşlap. Nechun qaldık şu bu günge, degen oyga çöküp koyduk. İşengen tağ edirlada, kiyik yatmaz iken asli. Vatan nami setip hajlap, yürgenni görüp koyduk. Bilin elning közi ellik, demang hergiz devang panqush. Tağar açmay pichek donga, samanlıqqa çörüp koyduk. Etip mabud halavetni, haram manzur kilip galga. Yalaqdın aş yegenlerden, yana bir ret çöçüp koyduk. Qaçan çıqqay isil rehber, imani sap özü aqıl. Acep saqlap talay merre, sürüklerini sürüp koyduk. Gururning hul teşi asli iken erkin azat devlet. Degen anga istolap, ümit birle köçüp koyduk. Vatan üçün ah birey canni, veya ki men satay qanni. Diduk netçe gürüldepla, yenip lap öçüp koyduk. Öçüp qaldың demang asla, hararetlik yürek tepti. Vatan atlık qızıl çoğni, qo'qasqa biz kömüp koyduk. Vatan maşuq vatansizga, visal üçün o keçer jandın. Degen sevda qara hicran, yolida biz yürüp koyduk. Tömürkeşni kiyip putqa, tömür asa ilip қолға. Visal üçün can pidalıqni, köngüllerge püküp koyduk. Tömürkeşler tişilgence, tömür asa igilgence. Desek ketsun eğir qıngır, ümitni biz üzüp koyduk. Vaqt
ki ger sunar camni Azrail hala bir gün. Degeymiz Rab rızayın üçün davallardan ötüp koyduk. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögün Allah için köp rahmet. Kiler kıttım programımız. Görüşkice Allah'a emanet bolgaysızlar.